Tezkor xabar: O'zbekiston terma jamoasi yana bir jiddiy yo'qotishga uchradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizga hurmatda bo'ling. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Sherzod Nasrullayev terma jamoa safida Qirg'izistonga qarshi Jahon chempionati saralash o'yinida maydonga tushmaydi. Asiya Sport xabar berdi. Manbaga ko'ra 25 yoshli futbolchi jarohat olgan va shuning uchun ham jamoaga Hojimat Erkinov chaqirilgan. Shuningdek, Oston O'runovning o'yinda maydonga tushishi ham so'roq ostida. Shu tariqa Rubinda juda kam o'yin amaliyotiga ega bo'lgan Ashurmatov va Nasaf a'zosi G'olib G'aybullayev himoya markazida Husanovga yordam berish uchun maydonga tushadi. Nazariy jihatdan 3-markaziy himoyachi sifatida Sayfiyevdan foydalanish mumkin bo'lardi, lekin katta ehtimol bilan u Nasrullayev o'rniga chap qanotda o'ynaydi. O'rinib pozitsiyasida esa Kapatsening tanlov imkoniyatlari bisyor deyiladi manba xabarida. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.